Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, bizni kuzatib turgan yurtdoshlar. Biz mana Andijon mebel markazidan gapiramiz. Sizlarga hozir oshxona mebelni ikki xil variantini obzor qilib, narxlarini mexanizmlarini tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, bittadan like tugmachasini bosib qo'ysanglar, biz videoni boshladik. Birinchisi mana 3 etajli Kashmir antresoli ishimizni obzor qilib beramiz. Bu chekkaga xolodilnik tushadi. Razmeri 410 ga 260. O'rtada vichka bilan gazlari joylashgan. Moykani o'ng chapga joylasa bo'laveradi. Moykalari ham mana akkuratlik qilib joylangan. 1 mm qalindan tepalariga mana sushilkalari qilingan. Ruchkalari unaqa tunuka ruchka emas, temir zavodskiy kraskali. Orqalariga granit kafellardan bosib berganmiz. Yaltirab blesk berib turadi. Bu yerga mana gazni tagiga qo'shib solish uchun idish qilingan vakuumli tortmalari. Stalishnicasini bir ahamiyat berib qo'yasizlar. 4 sm qalindan qo'yilgan, unaqa yukasidan emas. Bu chekalariga mana alyuminiy profildan qilib berganmiz. Qilingan. Ichida oyna polka bo'ladi. Idish terganda chiroyli bo'lish uchun. Ostrofi ham bor buni. Agar joyingiz katta bo'lsa, ostrofni ichida bonus qilib ketilinadi. Endi mana 2 etajli standart deydiganlarga 2 etajli bo'ladi. Plafon fason deb qo'yadi buni. Buni ham eng chekkasida mana alyuminiy profil qo'yilgan. Akril material. Grey degan nomi bor. Ruchkalari ham qalin temir kraskasiga o'chmaydi. Bunaqa tunuka emas, bellariga mana sochoqlar, kapyullar idish uchun beshilka qilingan. Granit bosilgan, oynali. Buni ham stalitsasi 4 sm qalindan. Bu yerga mana gaz joyi qo'shib solish uchun idish. Bu chekkada xolodilnik. Kimdir joyi, masalan, xolodilnik chap tomonda emas, o'ng tomonda bo'ladigan bo'lsa, joyga moslab ham qilib berilaveradi, muammo emas. Dizayn, rangi umuman pul razisa qilmaydi. Pul faqat razmerda razisa qiladi. Masalan, bo'yida pul farq qiladi xolos. Agar joylar 5 metrdan 4 metr, 5 metrdan baland bo'ladigan bo'lsa, vichkasi ham bonus bo'ladi. Bu plafon fason deyiladi. Tepada 3 xil chiroq yonadi. Klient uyga borganda, zakazga qilinganda tagiga ledni chiroqlari rabochiy zonaga yorug' bo'lish uchun hozir to'klari ulanmagan, rabochiy zonaniki yoqilmagan hozir. Siz bizga murojaat qilib zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, ichida nima bonuslari deydiganlarga bonuslar moykasi, sushilkasi, joyingiz katta bo'lsa vichkasi, qosh patnusi, chirog'i, bunaqa alyuminiy profil ham bonus ketaveradi. Narxi necha pul deganlarga ikki xil variantda kuxnyani. Bunisini 1 pagonometri 2 million 400 ming so'mdan, buni 1 pagonometri 3 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmatdamiz. Dastavka vodiy bo'ylab tekin bo'ladi. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda chiqiladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, qilib beraveramiz chotki qilib, xohlagan ranglarda.